Bugun taroziga chiqdim. Marafonga 82,5 kilo bilan chiqqanman, qo'shilganman. Hozir 74,5 kilo bo'ldim. 8,5 kilo vazn 8 kilo vazn tashladim. Shunda ham juda katta o'zgarish bo'ldi. Yuzlarimdagi toshmalar ketdi. O'zimni qandaydir yengil his qilyapman. Kecha yig'inga borgandim o'rtoqlarim bilan. O'rtoqlarim ham bir oyda shuncha vazn tashlabsan, qomating ham chiroyli bo'lib qopti deyishdi hammalari. Xurshidaxon, sizga buning uchun alohida rahmat. Xudo xohlasa to'xtatmayman, yana davom ettiraman. Ideal vaznga yetkazgunimcha davom ettiraman. Xudo xohlasa yuzlarim bilan qo'ysangiz ham mayli gruppangizga. Ikkita rasm tashlayman hozir, bir xil ko'ylakda emas ekanman, lekin o'zimman ikkalasi ham. O'zgarishni ko'ring, o'zingiz ham ko'ring. Hamma ko'rsin, katta gruppangizga ham tashlang. Qatnashmaganlarga qatnashdi maslahat beraman.